Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika bilan Xitoy Londondagi 2 kunlik suhbatdan keyin savdo urushidagi sulhni uzartgan. Muhofizatchi xabar torining 11-iyun kunidagi xabarda mundaq deyildi. Amerika bilan Xitoy oz uchraydigan tuproq ilmitlari va yer yetkazgichning eksport cheklamasi to'g'risida ramka kelishimi hosil qildi. Amerika bilan Xitoy Londondagi 2 kunlik suhbatdan keyin savdo urushidagi sulhni uzartdi. Natijada oz uchraydigan tuproq ilmitlari va yer yetkazgichning eksport cheklamasi to'g'risida ramka kelishimi hosil qilindi. 4-oyda Donald Trump qo'zg'agan texnik keng tamojna beja urushini hal qilish suhbati davomlashadi. Ammo sulh yo'l bilan hal bo'ladi. Hozircha ikki iqtisodiy darajadan tashqari cho'ng davlat o'rtasidagi ziddiyat kun sayin kuchayyotir. Amerika Savdo ishlari ministri Howard Lutnick seshanba kuni avtomobil, elektron va mudofaa qatorliq ko'p xil kasblarda intayin muhim bo'lgan halqaliq yoki kam uchraydigan tuproq mineral moddalar va magnitga bo'lgan andishaning kelishimning ijro qilinishi orqali hal qilinishidan umid borligini, muhim mineral moddalar va magnitning Amerikaga eksport qilinishini cheklashning ramka kelishimining yadrolik qismi sifatida hal qilinadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Eksportning ko'p qismi ishg'ol qilingan davlat Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini qul amgakiga selish orqali Sharq Turkistondan qazilinadigan bo'lib, Sharq Turkiston surgunda hukumati 11-iyun kuni buningga qarshi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerika bilan Xitoyning nodir tuproq savdo ramkasini, ya'ni irqiy qirg'inchilikchi hokimiyat bilan bo'lgan kelishimnomasini aybladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerika prezidenti Donald Trumpning çarşamba kuni nodir tuproq savdo ramkasini e'lon qilganligini qattiq aybladi. Tavsiya qilingan bu ramka irqiy qirg'inchilikning e'tirof qilinishi va Amerikaning majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lga qo'yganligiga qaramay, bir qismi Sharq Turkistondan chiqadigan muhim minerallar va magnitning izchil import qilinishini o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtibinala apandi bu diplomatik munosabat bo'lmasdan balki 200'limlikdir. Bu mineral moddalarga majburiy emgakning qini singan. Xitoy bilan gaplashganda tarafsiz bir zamin bo'lmasligi lozim. Ya irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish yoki uningga yo'l qo'yish bo'lishi lozim dedi. Bu e'lon Amerikaning 2021-yili Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish harakati va Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasiga xilof. Kelishim imzolanganda irqiy qirg'inchilikchi hokimiyat bilan normal savdo munosabatini saqlab qolish signalini berdi. Dünya Haq Uyg'urligi tarafidan hozirlangan doklad Xitoyning davlat egidorchiligidagi Sharq Turkistondagi konchilik va oz uchraydigan yer osti qazilma boyliqlari sohasi bilan munosabatli shirkatlarning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini majburiy emgakka selish uchun emgak kuchlarini yo'tkash programmasi bilan zich munosabatli ekanligini aytgan. Bu qilmishlar Xitoy olib berayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va sanoat foydalanishining negizidan iborat. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer bu kelishim Xitoyning vatanimizni talon-taroj qilishi, xalqimizni qul qilishini davom qilish uchun berilgan bir kinishkidir. Agar Amerika erkinlik va inson haqlarida ching turadigan bo'lsa, Sharq Turkistonni qo'llashi kerak. Xitoy bilan bir safda turmasligi kerak dedi. Xitoyning oz uchraydigan yer osti boyliqlari va strategik mineral mahsulotlarining 15%dan 20%gacha bo'lgan qismi Sharq Turkistondan kelgan. Xitoyning ishg'oliyati ostida bu boyliqlar ijozatsiz, ochiq-oshkora yoki muhit asrashning kafolati bo'lmagan ahvolda qazilingan bo'lib, majburiy emgak kuzatish va yo'qotish bilan bog'lanishliq. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtibinala apandi Sharq Turkiston Xitoy emas, u ishg'ol qilingan davlat. Xalqimiz izilyotidi, yerlarimiz foydalanyotidi, boyliqlarimiz o'g'irlanyotidi. Xitoy eksport qilayotgan har tonna nodir yer osti boyliqlari xalqimizning bo'yniga selingan zanjirlarni texmis qildi va yo'tkigan qo'llarni qonga bo'yaydi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati boshqa usulni tavsiya qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi agar Sharq Turkiston hur mustaqil bo'lsa, Amerika va boshqa demokratik davlatlar bilan raqobatlashishga, ularga yer osti mineral moddalarni uyg'un baho bilan ta'minlashga hozir. Maqsadimiz irqiy qirg'inchilikchi diktator bo'lmagan, erkinlik va dunyo muqimligini qo'g'daydigan aniq, pokis, ishonchli bir ta'minlash zanjiri borliqqa keltirish dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerika hukumatini bu tavsiyali kelishimdan voz kechishga, irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hokimiyatini yetim qoldirish, jinoyatini surishti qilish, Sharq Turkiston xalqining mustaqillik g'oyasini qo'llab yordam berish xalqaro harakatiga yetakchilik qilishga chaqiriq qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining mazkur axboroti ijtimoiy axborot vositalarida keng turda xabar qilindi.
Chubyanal xabar turi 12 iyun kuni bayonotni tafsiliy xabar qildi. Xitoy terrorlikqa qarshi turish bahonasi bilan ittifoqdoshlarining qo'llashini qo'lga keltirish orqali Sharqi Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasi, irqiy qirg'inchiligini kuchaytirishning Sharqi Turkiston mustaqillik ko'rishini ojizlatishning qadamini izchil olmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi to'rining 10 iyun kunidagi xabariga qaraganda, 2025 yili 6 iyun kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bexatarlik bo'limining bosh direktori Wang Lishin tarmoqlar vakillar o'mikini boshlab, Braziliyada o'tkazilgan Kesak oltin davlatlarining terrorlikqa qarshi turish xizmat guruhining 10 qatimliq yig'iniga qatnashgan. Wang Lishin Xitoyning navbatdagi xalqaro va rayonlik terrorlikqa qarshi turish vaziyatiga bo'lgan ko'z qarashini tunishtirgan. Xitoyning terrorlikqa qarshi turishdagi asosliq ambitsiyasini oydinlashtirib, Kesak oltin davlatlarining terrorlikqa qarshi turish hamkorligini kuchaytirish to'g'risida konkret takliflarni o'tirg'a qo'ygan va kengaytirilgan Kesak oltin davlat oilasini o'rtaq taqdir, o'rtaq gavda engini turg'izishga, yer shari bexatarlik tashabbusini yo'lga qo'yib, ittifoqlik va hamkorlikni kuchaytirib, texnik ko'p muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga chaqiriq qilgan. Yig'inga navbatchi rais Braziliya riyosatchilik qilgan. Rossiya, Hindiston va Janubiy Afrika qatorliq Kesak oltin davlatlariga a'zo barliq davlatlarning vakillari qatnashgan. Yig'indan ilgari Xitoy Kesak oltin davlatlarining terrorlikqa qarshi turish xizmat guruhining asabiylikka qarshi turish xizmat yig'inini chaqirgan ekan. Kulkilik bir idea. Turlik va bir-biriga zid keladigan batnomlarga uchrab kelgan millatparvarlik jarayoni amdilikda yurtqa qaratib zahar ishlab chiqarayotganlik bilan qaralanmoqchi bo'lib turibdi. G'oyibona quloqqa yetgan bu batnomga beradigan javobimiz kulib qo'yish bo'ldi. Keyin tushunib yetdikki, bu batnomni millatparvarlikka, millatchilarga chaplag'uvchilarning qalbida sezim degan narsa yo'q ekan. Agar bor degan taqdirdami, deyilayotgan gaplarning na milliy mafkuridan, na milliylikdan tug'ilmaganligi, aksincha manfaat va mansab havasidan tug'ilganligi aniq. Manfaat qo'g'lishib yurib, o'z millatini va o'zini qo'shib qurbon qilayotgan talaylgan atalmish qahramonlarni xoh tarixdan, xoh romanlardan uchratqili bo'ladi. Lekin mushtoqqa kelib biror qahramon shaxsning yoki biror qahramonlar to'pining tugal o'zining shaxsiy tushunchisini debla bu darajada botirlik qilganligini ko'rib boqmadik yoki o'qibmi boqmadik. Xo'sh, undaqda millatchilar kim? Millatchilar xalqni asoratdan, jaholatdan, safolatdan, ya'ni xorliqdan qutuldirmoqchi bo'lgan yurtdosh vatandoshlardir. Bugungi kunning vaziyatida millatchi otqini nuqul biror guruhga tava qilib qo'yish qasdida yurayotgan faylasuflarni shubhisizki asoratning, jaholatning va safolatning dushmani bo'lgan xalq bilan bir fikrda, bir g'oyada ittifoqlashlar deb aytqili bo'lmaydi. Biz bo'lsak shu yurtda tug'ilgan, shu asoratda bo'g'ilib yashayotgan barcha yurtdoshlarni o'rtaq tuyg'uda deb qaraymiz. Demisimi, Sharq Turkistonda maydonga kelgan inqiloblarning qaysi biri milliy mafkurdan tug'ilmagan? Qaysi biri inqilob milliy ozodlik shuari ostida o'ttirg'a chiqmagan? Garchi Sharq Turkiston turk yurti bo'lolmagan bo'lsa-mu, mustaqil davlat bo'lolmagan bo'lsa-mu, hali ham bu yerda qonliq va qonsiz holda elib berilayotgan mujodalalar, kurashlar milliy masaladan kelib chiqmoqda. Shunlashqa millatchilarga va yoki millatparvarlik millatparvarlik jarayoniga ochiqdan ochiq hujum qilmoqchi bo'lgan qahramonlar amaliyotda bugungi Sharq Turkiston masalasiga baynalmillatchilik, ya'ni internatsionalizm tusini berayotgan bo'ladi. Yo'qsa, yurt vatanimiz bo'libmi o'zini Sharq Turkistonlik turk deb biladigan har qanday bir yurtdoshimiz bu xil qarorlarcha berilgan hukmni qabul qila olmaydi. O'rtada yuzlachinchi ota-bobolardan tortib ota miroslariga varislik qilib kelayotgan, kecha-kunduz ter to'kib mehnat qilib yashayotgan bir xalq turibdi. Bu xalq to'pi o'zlarini ozodlikqa erishtiradigan har qanday tuyg'uda, irodada bir-biri bilan o'rtaqdir, tilakdoshdir. Har biri bu qiyinchiliklarga va bu xo'rliqlarga qarshi zardisi qaynab turayotgan beayni millatchi nafarlardir. Bugungi kunda xalqning nazariga ilinay degan har qanday kishi oldi bilan cho'qim shu xalqning millatchi xalq ekanligiga qoyil bo'lishi, yurt vatanda bosh ko'targan milliy jarayon, milliy uyg'onishga moslashishi zarur. Afsuski, ta hozirgacha millatchi degan bu nom yolg'iz biror guruhga deyilib kelmoqda. Shundaqla ushbu guruhning jimi harakatlariga dushmanlarcha baho berilib kelmoqda.
Hatto bu guruh shuncha ajr qilib, yurt va millat uchun foydali bo'lgan tashabbuslarni o'ttirg'a qo'ysa, tap tortmasdan ularning tashabbuslarini yurt vatan uchun ziyonli qilib ko'rsatishlar bo'ldi. Har nima bo'lgandimi, millat mujodilasi shaxsiy g'arazlar tufayli mansab mujodilasiga o'zgarib ketmagaydi deb ansirab turmoqdamiz. Napoleon millatni buyuk millat qilgan mana man deganida boshqa generallar qo'pib, chunki millatni buyuk qilgan biz bor edik degan ekan. Bizning bundoq bir ideyani qilmaganligimiz hammaga ayon. Millatchilarning yurtqa qarta zar ishlab chiqarayotganligini idea qilish, amaliyotda ularga qarg'ulacha dushmanlik qilishdan boshqa ish emas. Yozgan, sizgan va so'zlaganlarimizning hech birida qulluqni yoqlab boqqan emasmiz. Chunki bizning yagona maqsadimiz millatni moddiy va ma'naviy asoratdan qutqizishdir. G'urbatchilikdan qutqizishmi shuning ichida. Milliy ongni umumlashtirish, milliy ma'rifni o'rnidan dast turg'izmoqchi bo'lish, millatni zaharlash hisoblangan bo'lsa, boshqalarning kommunistlashish tashviqotini qilishini, shaxsiy manfaat uchun har qanday narsani qurbonlik qilishdan yanmasligini nima desak bo'larkin? Burna kun bir kishidan anglab qoldim. Siyosatchilarimizning ma'butlaridan birining aytishicha, dernek faşistlarning uvusiymiş. Halbuki bizning bilim dernikimizning majlisiga kirib baqqan har qanday yurtdosh buning bir batnom ekanligini tushunib olaydi. Bizga chaplanmoqchi bo'lgan bu tuhmatlarning hammasi yolg'on. Bilim derniki Türkmenining bosh mudiri muhtaram Muhammad Emin Bug'ra dernekning 1-yil xotira kunida aytganidek, bu dernek bilim dernikidir. Millatchilarning siyosiy muassasasi bo'lsa, Altay nashriyatidir. Navada yuqorqidek qarsiga chaplangan batnomlar milliy munavvar millatparvar ziyolilarimizning dernekda kommunistlarning xalqaro internasionalizm ideologiyasiga o'xshash boshqa millat va yoki boshqa mamlakatning propagandasini qilganligidan kelib chiqqanida edi, balkim haqliq degili bo'ladi. Ajaba millatini so'yish, milliy mavjudligini so'yish qachondan beri fashistlik bo'lib qoldi? Amaliyotda bilim dernekidan so'zlanayotgan leksiyalarning asos temalari Türk tarixi, Sharq Turkiston inqilobiy tarixi, Türk tilimiz va imlosi qatorliq masalalarni cho'rdab keldi. Hech qachon dernekimizda kapitalizmning yoki sotsializmning tarixiy mavzu bois bo'lgani yo'q. Ingliz tili yoki rus tili maqtalgan ahvollarmi yuz berib boqmadi. Navada milliy mafkurini millat orasiga yeyish, millatni zaharlash hisoblanadigan bo'lsa, amsa buni qilmay oraga siyosat uruqi chechib o'ynayli. Yilimi qaqilib so'qilganimizga qaramay bir guruh sifatida to'nilib bo'ldik. Bu yetmagan bo'lsa, tayinliq arani bulishib, yurtqa yana bir necha guruhni paydo qilmaylimi? Manba Erkisi 1949-yili 22-may. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.